Hammalarga salom bolalar, sizlar bilan har doimgidek Azimchik. Bugun biz Fenk maksimalni rang qilishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like bilan podpiska sizdan chiqmasin, biz bo'lmasam ketdi. Aytgancha do'stlar, bu video juda ham qisqa bo'ladi. Menimcha bir 2-3 minutga bo'lsa kerak. Lekin sizlar kommentariyada yozib qo'yishingiz mumkin. Sizlarga qanaqa video yoqadi? Katta video qilaymi yo shunaqa kichkina qisqa videolarmi? Mayli, o'yinga qaytamiz bolalar. O'yinda bizlar hozir o'ldirib tashashdi va klon tashyapti bekor. Mayli, bular bilan oxirida gaplashamiz. Bizga klon tashab bekor qildi, lekin mayli, oxirida ko'ramiz. Va do'stlar, birinchi golni ham urib oldik. O'ziga klon tashashdi, mayli. Birinchi golni ham urib oldik o'rtoqlar. Yana gol tiqamiz degan umiddaman. Lekin bu yerda bizani o'ldirib tashashdi. Hozir ular ham gol tiqadi menimcha. Mortis nimagadir tepmayapti. Bilmayman nimaga tepmayapti. Qacha stop hozir yutishimiz ham mumkin bolalar. Yaxshi gol itarib yubordi. Bo'ldi do'stlar, bularni minus qilib endi biz golni tashlaymiz bolalar. Mana joyini qirqib edit qo'ringlar bolalar, lekin addishi like bosib qo'yaman. Mayli do'stlar, Mortisga like bosib qo'yamiz va keyingi katkalarga o'tamiz. Va keyingi katkalarda biz yomon ko'p yutqizishni boshladik. Bu ikkinchi katka adashmasam yutqizayotganimiz. Juda ko'p yutqizishni boshladik. O'shaning uchun men o'zim sheda o'ynashga harakat qildim. Bu yerda bizlar hozir ikkita kubka qilyapti bolalar va hozir endi katkaga o'tamiz. Bu yerda meni Gasni o'ldirishi mumkin, lekin yo'q bolalar, 8 bankali Cordelius chiqib qoldi. Meni o'ldirib qo'yadi bu. Tushunarli. Mayli 4+ kerak yana o'rtoqlar. Bu 4-o'rin degani. Agar hozir 4-o'rinni olsam bo'ldi bolalar. Bu uje maksimalni rang bolalar, tushunasizlar. Biz bu yerda Shelly bilan Timbo oldik va tepada Lolxpeshni Leon turibdi. Uni o'ldirib olamiz, bo'ldi. Va Janetni o'ldirmoqchi edim, uchib ketdi. Bizga farqi yo'q. Baribir 4-o'rin, tak что bu baribir +4. Va do'stlar, Fenk bizda maksimalni rang o'rtoqlar. Tabriklab qo'yishingiz mumkin kommentariyada. Menyuga chiqishimizga +4 va bo'ldi bolalar. Agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, like, podpiskani unutmang va kommentariyada yozib keting. Shunaqa qisqa videolar qilaymi yoki uzun videolar chiqsinmi? Mayli do'stlar, sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Hammaga xayr bolalar.